Videoni oxirigacha ko'ring, aniq sizlar uchun va kasalmand, dardmand insonlarimiz uchun yechimlar bo'lishini kafolatlaydi. Assalomu alaykum. Men doktor Bahovuddin. Bugun sizlar bilan kineziologiya nima va qanday kasalliklarni davolashi to'g'risida batafsil gaplashamiz. Kineziologiya o'zi nima? Kineziologiya fan sifatida 1950-yillarda Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida paydo bo'lgan va rivojlanish natijasida hozirgi paytda alohida tibbiyotning bir bo'limi sifatida, ya'ni kineziologiya sohasiga aylanib, butun dunyoda, xosatan Yevropada, Amerikada va butun rivojlangan mamlakatlarda yaxshi rivojlangan va ko'plab bemorlarga shifo ulashib kelayotgan soha hisoblanadi. Kineziologiya so'zini ma'nosi nima? Kineziologiya bu kinezio harakat, logiya fan, ya'ni insonni harakatini o'rganib, qayerda kamchiligi bor va nimani hisobiga kelib chiqqan kamchilikligini topib, o'sha sohani davolashga, ya'ni aynan kelib chiqayotgan ildiz sababni topib davolashga ixtisoslashgan fan va soha hisoblanadi. Ushbu soha orqali biz hozirgi kunda insoniyat aziyat chekib kelayotgan muammolardan asosiy qismi bu tayanch harakat a'zolarimizdagi muammolar hisoblanadi. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, osteoxondroz yoki grija yoki kam harakatlilikning hisobiga kelib chiqadigan har xil turdagi og'riqlar, bel, bo'yin yoki tizza, bo'g'in og'riqlarini misol keltirishimiz mumkin. Kineziologiya ushbu og'riqlarni yoki ushbu kasalliklarni davolashda eng ustuvor tarafi shundaki, hech qanday dorilarsiz va ximik vositalarsiz qo'l bilan aynan biologik faol nuqtalarga ta'sir o'tkazish orqali va insonni psixologiyasiga, butun o'sha tanasiga individual yondashish orqali uni davolash bilan shug'ullanadigan soha sifatida ustunlikka ega hisoblanadi. Endi buni xalq tilida tushuntirib beradigan bo'lsak, hozirgi paytda insonlar har qanaqa dardini birinchi bo'lib ukol dorilardan yoki o'sha tabletkalardan shifosini izlashga kirib bilan butun o'y xayoli bilan shu holatga kelib qolishganki, faqat shu narsani tuzatadi deb o'ylaydi. Aslida esa biz ko'rib kelyapmizki, tajribamizda ko'p holatlarda aynan ukol dorilar yoki tabletkalar insonlarni tuzatishdan ko'ra ba'zi bir holatlarda kasalliklarga ham tushirish xavfi juda ham yuqori. Ya'ni foydasidan ba'zi bir holatda zarari ham ko'p bo'lishi mumkin. Balki ikkinchi yondashuv, yo'nalish operatsiyalar deymiz. Operatsiyalar ham doim 50-50 yoki inson tanasiga foydasidan ko'ra zarari ko'p. Ya'ni ertaga operatsiya qildirganingizdan 100% yaxshi bo'lib ketish ehtimolingiz juda ham past hisoblanadi. To'g'ri, albatta operatsiya uchun ko'rsatmali holatlar ham yo'q emas, lekin operatsiyagacha bo'lgan holatda insonlar tabiiy, hech qanaqa ximikal dorilarsiz qo'l bilan davolash imkoniyati bo'lib turgan holatda nima uchun aynan ximikal dorilar yoki o'sha operatsiyalar bilan davolanishi kerak degan savol o'rtaga chiqqan va buni yechimini o'sha G'arbda va o'sha Amerikada kineziologiya, osteopatiya va manual terapiya kabi muolajalar orqali ushbu savolni yechishga harakat qilishgan va buni uddasidan chiqishgan ham deya olamiz. Sababi shuncha muddat ichida ushbu sohalar shu darajada rivojlandiki, grija yoki chuqur kasalliklar, uzoq vaqtdan beri yurolmayotgan bemorlar yoki insonlar jarohatdan keyin, avariyalardan keyin, umuman olganda operatsiyalardan keyin qayta tiklanish jarayonlarida ushbu sohalarni qo'llash orqali olimlar va ushbu sohani rivojlantirishga hissa qo'shgan ko'plab shu soha vakillari shuni anglab yetishdi, ushbu soha kelajak tibbiyoti deb ataladi. Sababi kelajakda insonlar ongli ravishda o'zini o'sha tiklashga, tanasiga zarar bermasdan o'zi salomatlikka yetaklashga harakat qiladigan, ya'ni ongli insonlar vujudga keladi va bu ushbu sohani kelajakda haqiqatda rivojlanib borishiga yana ishonchni oshirib keldi. Hozirgi vaqtda butun dunyoda, Amerikada, Yevropada, xohlasangiz mana ChatGPT bor hozir yoki Google'ga yoki butun Instagram, YouTube'ga yozib izlab ko'radigan bo'lsangiz, butun dunyoda ushbu soha jadal rivojlangan va rivojlanib bormoqda. Va biz Union Med klinikasi jamoasi ushbu sohalarni
juda ham dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlaridan o'rganib, ulardan ilmni olib, mana hozirgi kunda O'zbekistonga olib keldik va ushbu sohani jadal rivojlantirib, bizni ham xalqimizga, vatanimizga mana shu soha bilan xizmat qilib, insonlarni sog'liqqa va kasallikka tushmaslikka chaqirib, ularni tabiiy yo'l bilan, aynan o'sha qo'llarimiz bilan hech qanaqa ximikal dorilarsiz, operatsiyalarsiz davolashga bel bog'lab kirishgan jamoa hisoblanamiz va ushbu maqsadimizni, o'sha niyatimizni yo'lga qo'yib, Xudo xolisa butun bizni kuzatib turgan Oyna jahon orqali va bizga kelayotgan bemorlarimizni hammasiga o'sha shifo berishga harakat qilayotgan jamoa sifatida biz o'zimizni tanishtirib o'tishga haqli deb bilamiz. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar diqqatiga, bizga ulanish uchun quyidagi opisiyalarda qoldirgan silkalarimiz orqali Instagram, YouTube va Telegram kanallarimizga a'zo bo'lgan holatda va o'sha yerdagi telefon nomerlarimizga murojaat qilgan holatda biz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin va mana shu xizmatlarimizdan foydalanish imkoniyati